Assalomu alaykum. Excel formula ustasi kursimizning 7-darsiga xush kelibsiz. Bugungi darsimizda havola va massivlar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Demak, boshlaymiz. Bugungi darsimiz mazmunini tushuntirmasdan to'g'ridan-to'g'ri amaliyotga o'tib ketaman. Shu orqali tushunishingiz menimcha osonroq bo'ladi. Nazariyadan ko'ra bugungi darsimiz amaliyot bilan boshlangani menimcha anchagina ma'qul. Demak, bizda quyidagicha vazifa mavjud. Har bitta tovarning ID raqami berilgan. Mana shu ID raqamga mos keluvchi tovarning nomlanishini aniqlab berishini avtomatik qilishimiz kerak. Ya'ni bizda mana katta jadval bor. Mana shu jadvalda mana bu ID raqamga mos keluvchi nomlanishni topishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz havola va massivlarda qo'llaniladigan va ko'pchilik eshitgan VPR funksiyasidan foydalanamiz. Buning uchun barobar tugmasini bosamiz va VPR funksiyasini tanlagan holatda master funksiyaga kiramiz. Ana endi qisqacha tushuntirib o'tishim kerak. Искомое значение, ya'ni qaysi qiymatni izlaymiz degan joyga biz mana buni kiritamiz, chunki mana shu qiymatni mana bu jadvaldan topib berish kerak bo'ladi. Jadval qaysi deganga esa mana D2 dan boshlab to oxirigacha bo'lganini kiritamiz. Demak, jadvalni kiritdik. Endi e'tiborli bo'lishimiz kerak. VPR funksiyasining shunday imkoniyati mavjudki, u chap tomondagi qatordan boshlaydi. O'shaning uchun ham chap tomonda tuzilishi kerak jadvallarimiz. Buni keyingi misollarda yana ham batafsil tushuntiraman. O'shaning uchun videoni oxirigacha ko'rishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Chunki bu funksiyani juda ham imkoniyatlari ko'p. Demak, jadvalni belgiladik, izlanayotgan qiymat mana bu katakda joylashganini ko'rsatdik va nomer stolpsiga hozir bizda mana umumiy jadvaldan qaysi birini ko'rsatib berish kerak. Ya'ni mana bu iskomeyaga qaysi to'g'ri kelish kerak, ya'ni nomlanish to'g'ri kelish kerak. Shuning uchun demak bu birinchi ustun bo'lsa, bu ikkinchi ustun bo'ladi. Stolpsa nomerga 2 ni yozamiz va oxirgisiga 0 ni kiritib OK tugmasini bosamiz va formulani to'liqligicha tatbiq etamiz. Mana bu yerda qiymat yo'qligi uchun buni chiqardi, buni o'chirib tashlaymiz va tekshirib ko'rishimiz mumkin. Ya'ni 39 88 86 da muzlatgich Saratov 501. Demak, vazifani to'g'ri bajardik. Buni albatta amaliyotda sinab ko'ring. Keyingi darslarimiz, keyingi mana bu vazifalarda buni yana ham batafsilroq tushunib o'tamiz. Demak, keyingisiga o'tamiz. Ana endi bizda vazifamiz biroz qiyinlashadi, lekin boyagi amaliyotni davom ettirgan holatda bunda ham VPR funksiyasidan foydalanamiz. Bizga ID raqam berilgan, nomlanishini topishimiz kerak, miqdori berilgan va har bittasini narxini ham topishimiz kerak. Va miqdorini narxiga ko'paytirgan holatda mana bu jadvalni ham to'ldiramiz. Demak, bizda ma'lumotlarni mana bu jadvaldan olinadi hammasi. Demak, boshlaymiz. Barobar VPR funksiyasini kiritamiz. Master funksiyaga kirib, искомое значение, ya'ni mana bu ID raqami, tablitsaga esa e'tiborli bo'lamiz. J dan boshlab I gacha ham kiritishimiz mumkin. Nomer stolpsa, ya'ni hozir biz nomlanishini olyapmiz. Shuning uchun bular agar 1, 2, 3 bo'ladigan bo'lsa, nomlanishi ikkinchi ustun bo'ladi. Bunga 2 ni yozamiz va 0 ni yozamiz. Mana bu yerda natijasini ham ko'rishingiz mumkin. OK ni bosamiz va funksiyani to'liqligicha tatbiq etamiz. Demak, bular hal bo'ldi. Ana endi narxini xuddi shu ketma-ketlikda amalga oshiramiz. Barobar VPR funksiyasini kiritamiz. Master funksiyaga kiramiz. Искомое значение, ya'ni bizda ma'lumot mana bu raqamlardan kelib chiqqan holatda olinyapti. O'shani kiritdik va tablitsa esa mana bu tablitsamiz. Nomer stolpsa esa uchinchisi, ya'ni biz narxlarni aniqlashimiz kerak. Mana bu ustunga. O'shaning uchun bu yerga 3 ni yozamiz va 0. OK tugmasini bosamiz va to'liqligicha tatbiq etamiz. Tekshirib ko'rishimiz ham mumkin. 43 24 81 da Artel 2 dona 368 million so'mdan. Mana xuddi o'sha. Endi jami narxini oddiygina arifmetika barobar miqdorini ko'paytiramiz narxiga. Barobar va buni to'liqligicha tatbiq etamiz. Mana biz vazifani bajardik. Buni oddiygina hech qanday funksiyasi qanday bajarish mumkin edi? Har bitta tartib raqamini olib, bu yerda ma'lumotini olib, bu yerga nusxalab chiqishimiz va ko'paytirishimiz kerak edi. Biz
Ushbu kursni o'rganishimizdan maqsad mavjud muammolarni nisbatan osonroq aqlni ishlatgan holatda hal qilishimiz kerak bo'ladi. Endi bugungi darsimiz uchun oxirgi vazifani ko'ramiz. Diqqat bilan tomosha qilishingizni so'rayman, chunki bu biroz murakkabroq amal bo'lishi mumkin. Hozir buni oddiy yo'l bilan hal qilishni ko'ramiz va keyinroq biroz professionalroq yo'l bilan hal qilishni ham o'rganib chiqamiz. Vazifani tushuntiradigan bo'lsam, buyurtma raqami, alohida maxsus raqamlar berilgan, buyurtma narxini, ishchi raqamlari berilgan, ishchining familiya ismi. Aslida mana buni olib tashlashimiz kerak, chunki buni hozir men noldan o'rgatishim kerak. Bizda faqatgina mana bu mavjud deylik va bu umumiy jadvalga ma'lumotlarni mana bu jadvalda, ya'ni buyurtma raqami bor, buyurtma narxi, ishchining raqami bor. Ishchilar haqida ma'lumotni esa mana bu jadvaldan olishimiz kerak. Shuni ko'rib chiqamiz. Diqqat bilan e'tiborli bo'ling. Demak, boshlaymiz. Bunga ham xuddi shunday boyaginday vpr funksiyasini kiritib, master funksiyaga kiramiz va искомое значение albatta mana bu shu orqali izlanadi. Tablitsaga esa demak biz hozir buyurtma narxini topishimiz kerak. Buyurtma narxi esa mana buyurtmalar jadvalida mavjud. Tablitsa joyini belgilagandan so'ng istalgan joyga siz ko'chib yurishingiz mumkin. Tablitsa buyurtmalar va uni to'liqligicha qaysi jadvalligini ko'rsatib berishimiz kerak. Bizning holatimizda bu A bilan C holati bo'ladi. Endi nomer stolpsa degani hozir bizda bu 1, 2, 3. Buyurtma narxi kerakligi uchun biz 2 ni kiritamiz va bunga 0 ni kiritamiz. OK tugmasini bosamiz. Mana bu buyurtma raqamlaridan kelib chiqqan holatda mana bu sahifadan narxlarini bizga yig'ib berdi. Bu tayyor. Xuddi shu ishni ishchi raqamini olish uchun mana bu jadvaldan foydalangan holatda amalga oshiramiz. Demak, barobar vpr funksiyasini kiritdik, master funksiyaga kiramiz. Izlanadigan qiymat mana bu. Tablitsa buyurtmalar A va C bo'lgandan keyin demak bunga faqat 3-chisi kerak. 3-chisi va oxirgisi 0 qilamiz. O'ylaymanki 2, 3 deganlarimiz albatta tushunyapsiz. Mana bu 2 edi. Narxlarni olganimiz uchun mana bu 3 deb buni kiritib o'tdik. 3-chisi ya'ni ishchi raqamlari. Endi mana shu ishchi raqamlari orqali familiya va ismini ham aniqlaymiz. Bunda ham xuddi shunday vpr funksiyasidan foydalanamiz. Master funksiyaga kirib, искомыйga mana buni kiritamiz, chunki bu bizga keraklirog'i. Tablitsaga esa ishchilar. Qarang, e'tiborli bo'lamiz. Mana bu joyini olmaymiz, chunki boya aytib o'tdim, vpr funksiyasi chap tomondagi ma'lumotlar bilan ishlaydi. Chap tomondagi bu bo'lgani uchun bunga teginmagan holatda faqatgina B, C, D ni belgiladik. Nomer stolpsa familiyasi bo'lgani uchun bizda 2. Mana bu yerda natijani ko'rishingiz mumkin. Agar 3 qiladigan bo'lsak, u ismni chiqarib beradi. Lekin biz formulani familiyalar qatoriga kiritayotganimiz uchun 2 ni yozamiz va oxirgisi 0 va OK tugmasini bosamiz. To'liqligicha tatbiq etdik. Xuddi shu ishimizni ismlar uchun amalga oshiramiz. Master funksiya искомыйga mana bu, tablitsaga ishchilar B va D va 3-chisi oxirgisi 0. Xuddi shuni to'liqligicha tatbiq etamiz. Keling endi men qilgan ishimizning mazmun mohiyatini tushuntirib beraman. Vpr funksiyasi bizga nima qilib berdi? Boshida ko'rdik, faqatgina bizda buyurtma raqam mavjud edi. Mana shu buyurtma raqamlaridan kelib chiqqan holatda mana bu sahifadan buyurtmalar narxi va ishchilar raqamini aniqlab oldik. Funksiya yordamida. Ishchilar raqamini aniqlagan holatimizda mana shu ma'lumotdan foydalanib ishchilarning familiya va ismini mana shu funksiya orqali aniqladik. Endi bu qilgan ishimiz bir necha bor takrorlandi. Ya'ni biz mana bu jadvaldan ikkita ma'lumotni 2 marta qayta oldik. Mana shuni qanday qilib osonroq olishimiz mumkin? Buni ko'rib chiqamiz. Buning uchun keling buni tozalab tashlayman. Bu tomonga biroz e'tiborli bo'ling. Bir nechta qiziq joylari bor. Vpr funksiyasini yozamiz. Master funksiyaga kiramiz. Искомые значениyaga mana bu katakni belgilayman va dollar belgisini chiqarish uchun F4 tugmasini bosaman bir necha marotaba. Mana shu holatda bo'lishi kerak.
Hozir nimaga bunday qilganimni tushuntirib o'tib ketaman. Ikkinchisiga esa boyagiday buyurtmalar joyidan A va C ni belgilaymiz. Bunga ham F4 tugmasini bosamiz. Hozir men hammasini sababini tushuntirib o'taman. Demak, bizga kerak edi ikkinchisi qiymatini aniqlash, oxirgisi 0 edi. Endi keling men nimaga dollar belgisini chiqarganim tushuntirib o'tsam. Hozir biz faqatgina buyurtmalar narxi joyiga bu formulani tatbiq etib to'liqligicha o'tamiz va xuddi shu formulani men ishchi raqamiga ham tatbiq etmoqchiman. Chunki biz oladigan ma'lumotlarimiz sahifasi o'zgarmagan, faqatgina unda ustun raqamlar o'zgargan, 2 yo 3 o'zgargan. Shuning uchun mana dollar belgisini chiqardik. Dollar belgisi nimaligi haqida Excel formula ustasi kursimizning 1-darsida to'liqligicha ma'lumot berilgan. Agar u haqida yetarli ma'lumotga ega bo'lmasangiz, alohida ko'rishingiz kerak. Bu dollar belgisi keyingi kataklar uchun formulani tatbiq etishda Excelning o'zining uslubi bor. Ya'ni o'ylaydiki, bu o'ng tomonga siljitsak, demak o'ng tomondagi qiymatni olishim kerak deb o'ylaydi. Bu A2 qatoriga qotirib qo'yadi. Demak, sen qaysi qatorda yoki qaysi jadvaldagi ustun bilan ish qilsang ham hamma iskomiy значениyani faqat A2 dan olasan deb biz unga tushuntirib kelishib oldik. Tablitsani ham aytdik. Keyingi qatorga men agar siljitadigan bo'lsam, sen A va C joylardan olasan degan mazmunda buni hosil qilib berdik. Demak, OK tugmasini bosamiz va funksiyani to'liqligicha tatbiq etamiz. Ana endi bizning ishimizni osonlashtirgan jihat, xuddi shu ishni bu yoqqa yozib o'tirmaymiz ishchi raqamiga, mana buni o'ng tomonga ham kopiya qilamiz. Lekin qiladigan ishimiz boya jadvalda ko'rdik, ikkinchi qatorda buyurtma narxi bo'lsa, bizga hozir ishchi raqami 3-qatorda bo'lgani uchun mana bitta katagini tanlab, mana 2 qiymatini 3 ga o'zgartirib qo'yamiz. Mana ishimiz osonlashdi. Nimaga dollar belgisini qo'yganimizni menimcha mazmunini tushundingiz. Xuddi shu ishimizni familiya va ismiga ham tatbiq etamiz. Buning uchun vpr funksiyasini yozamiz. Master funksiyaga kiramiz. Iskomiy значениyaga mana bu dollar belgisini chiqaramiz. Albatta bittagina harfdan oldinga qilgan holatda tablitsaga ishchilarni B va D ni belgilab, dollar belgisini chiqarish uchun F4 tugmasini bosamiz. Nomer stolpsaga 2 ni yozamiz, chunki biz hozir familiyalar ustunini yozyapmiz va oxirgisiga 0. OK tugmasini bosib, formulani avvalo pastga va bitta formulani o'ng tomonga qilamiz va bizda ismlar 3-qatorda joylashgani uchun mana bu 2 qiymatini, mana bu yerda 2 qiymatini 3 ga o'zgartiramiz va ishimiz hal bo'ladi. Xuddi shu o'sha natijani faqat biroz professionalroq, kamroq vaqt sarflagan holatda amalga oshirib natijaga erishdik. Bugungi darsimiz qisqa bo'lsa ham, o'ylaymanki ko'pchilik vpr funksiyasini qiziqtirgan edi. O'ylaymanki siz mana shu funksiyadan to'liq foydalanishni o'rganib oldingiz. Nasib qilsa keyingi darsimizda mantiqiy funksiyalardan bir nechtalarini ko'rgan holatda ushbu kursimizni yakunlaymiz va talaba takliflaridan kelib chiqib, albatta Excel bo'yicha yana bir nechta kurs qilish niyatimiz bor. Keyingi darslarimizni, kurslarimizni o'tkazib olmaslik uchun YouTube kanalimizga, Telegram kanalimizga va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda bizni kuzatishga a'zo bo'lishni unutmang. E'tiboringiz uchun tashakkur. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'rayman. Sog' salomatlikda ko'rishguncha.